o'zi shu bola jinim suymasdi. Hech ham jinim suymasdi shu bolani. Hozir gap Mittimilar haqida ketadi. Короче, bu Mittimini yangi ofisi ochilganda ochilish marosimiga hamma chechenkayu hamma blogerlar keldi. U yerda bitta uborchi xotin ishlagan, uborka qilgan, hamma yo'lni tozalagan, $100 to'lash kerak bo'lgan, короче to'lamagan, qochib yurgan. Umra safaridan oldin bu xotin iltimos o'g'lim tengi odam ekansiz, pulimni bering desa ham qochib, aldab yurib, ertaga qilib ro'za Ramazon kunlari bechora insult bo'lgan, qulog'i eshitmaydigan xotinni xor qilib yuribdi. Вот я удивляюсь. Shuncha pul reklamaga olasan, неужели $100 bera olmaysan sen, Mittimi, dalbayob, liliput? O'g'li qamalib ketgan bir nochor opa ekan. O'zi halol mehnat qilib, o'zi ishlar ekan, qulog'i eshitmas ekan. Bolam iltimos shuni rishat qilib bering deb menga yozibdi, sizni qo'lingizdan keladi deb. Uyalmaysanmi? Katta xotinni u yoqdan bu yoqqa shu ofisini tepasida yashar ekan bechora xotin. Har kuni tushar ekan, iltimos pulimni beringlar deb. Umra safariga ketishdan oldin shu pulga ishonib seni kutibdi, qachon berarkin deb. Mana umraga ham borib kelibdi bechora xotin. Yana tushsa, yana jiyaning ertaga deb haydayapti ekan. Shunchalik insofsiz bo'lib ketishdingmi senlar blogerlar? U ham yetmagandek hadi pul so'raganiga u xotinni haydab borishib, o'rniga boshqa xotin olib qo'yibdi. Даже основания yo'q. Yo'q, siz bugun ishlamayapsiz, bo'ldi, boshqasini oldik deb haydashib boribdi $100 da ekonom qilib. Odamda betam bo'lish kerak-da. Uyalmaysanmi, Mittimi? O'l bu kuningdan. Reklaming biladi, istoriyada 5000 posting 10,000 mi qancha? Shuncha pul olib $100 bera olmadingmi shu xotinga? $100. Orqangdan yugurtirmasdan. Ro'za Ramazon kuni bechora xotinni qaqshatmasdan $100 berib qo'ysang bo'lmaydimi? Ofislar ochishasan bilat, o'zingdan katta bir millioner yasab, otpusklarga borishdan $100 katta pul emas, $100. Bilat menga aytmaysan, men o'zim ehson qilib chiqarib yuborardim shu xotinga $100 puling yo'q bo'lsa. Katta ketishing dunyoni buzadi bilat, pizdets. Mana nechta xonam bor mana. Mana shu o'zini kvadratini o'zi bir 30 kvadrat. Mana 30 kvadrat. Mana mambitlarni ham полностью qilganman. Mana shularni ham полностью qilganman. Hozir telefonda. Kim bilan gaplashish telefonda? Hozir telefonda. Qanjar bilan? Men 2 kun chiqqanman. Men ko'rganda bir kun, keyin bir kun ko'rganman. Siz kelishimizdan oldin chiqqan ekansiz. Nimaga yolg'on ma'lumot? Siz men tushganimda siz yo'q edingiz-ku. Men bor edim-ku. Men bitta sotalaganimda. Men sizga kameradan o'zimni kameramdan foto bering. Men siz chaqirganman-ku. Siz chiqib ketganimiz foto bering. Men siz chaqirganman-ku, to'g'rimi? Kim shantaj qildi? Kim shantaj qildi? Nargiz opa, men chaqirganman sizni bir marta deyapti. Siz chaqirgansiz, undan keyin to'xtang, Ulug'bek chaqirdilar, men tushdim 2 marta. Undan keyin bir kun men bitta musor turgan ekan, 3-kuni tushdim. Keyin ertalab tushdim, men bitlarni artaman dedim, bu qutlog'iydi. Aylanib kelib artdim. Mana shu kameralarni ko'tarsangiz, men 5 kun ishlaganimni isbotlab beraman. Yo'q, u Sanjarniki paytda emasmidi? Men o'zim tushib tozaladim, u payti bursa yo'q edi. U Sanjar aka vaqtida emasmidi deyapti. Nimani? Biza hali kelgan paytimiz Sanjar aka kelgan vaqtimiz emasmi deyapti. Yo'q, u sizlardan keyingi. Men keyingisini bilmagandim. Sanjar akaga nima dedi? Shantaj qilyapti, o'zi 2 kun ishlagan. Men shantaj qilyapti dedim. Bizga hozir 500 ming tashga tushdi dedim. Yana men xudodan qo'rqaman. Paytda emasmidi dedim. Men xudodan qo'rqaman. Men bitta bankda mana bu server, menda kamera bor. Men bir marta kechqurunga bolalar kelganda o'sha yerga chiqqanman, televizor yo'q, yurayman, cheslovchigacha yetib beradi. Kerak emas. Men ishlaganim bor deb o'tdi. Tushunasizmi? 2 kun ko'chada, 3 kun ichkarida, 5 kun bo'ladimi yo'q? 5 kunga qarang, 5 kunga siz 1,3 million so'raysiz, to'g'rimi? Aytvoring.
5 kunda 1,5 million so'rayapsizmi gap? Men shunaqa so'rayotgandim, 1 million 300 so'radim boshida. $100 bo'ladi, 1 million 300 O'zbekistonni kursida. Menga boya Asad aka bilan gap. Sizlar nimaga cho'zdinglar? Hop, sizlar chestni odam. Nimaga sirati bermadinglar o'shanda? Voy, menda qanaqa ayb bor aniqta berishmasa? Men ham bu oddiy ishman-ku bu yerda. Nimaga cho'zdi mana Ulug'bekni jiyam? Nimaga cho'zdi? Bu ham o'yin ko'rishmagan, boshqa olmagan. Hozir qaysi sanjar bilan gaplashdingiz telefonda? O'zingizda gaplashgan sen. 10 bilanmi? 10 bilanmi? Mahalladan chiqib. Qanaqasiga unaqa bo'yniga ilib qo'yish mumkin odamni? Yaqinda prezident keladi. Uni boyitib emas. Keladi. O'sha paytda endi siz shu muammolarni yerdan topsin ham topsin. Men haqimda boshqacha ma'lumot beryapsizlarmi endi? Mana bular Sanjar aka qilib 3 kun ishlagan, o'zi 2 kun ishlagan. Hop sizlar mart ekansizlar, uka. Nimaga ro'zadan men 2 kun tushdim, 3 kun tushdim. 500 ming berar ekansizlar. Nimaga shuni umraga ketyapti, opa? Men buni olib qo'ying. Kim ma'lumot berdi? Men mehnatimga so'radim. Bizga gapirmagan gapimizga javob Men shantajchi. Qarang, to'xtang. O'zingizlardan katta. Men pulni endi ko'ryapman. bola gapirib o'tiribdi telefondan shu gapni. Uyalmaysizlarmi? Onanglar tengi odamni u yoqdan bu yoqqa u beradi, bu beradi, bu beradi, u beradi. Mancha berish kerak edi, ancha berish kerak edi. Umraga ketyapsiz ekan, opa. Mana bu pulni olib qo'ying, mana bu meni duo qilib qo'ying deb bersanglar bo'lmasmi? Men beraman, opa. Kartez tashinsam yo'q, aslo kerak emas deyapti. Uyalmaysizlarmi? O'zimning mehnatimning pulini so'rayapman deyapti. Jasmin kelgan shunaqa odamlar yuraveradi-da O'zbekistonda, mazza qilib, bloger bo'ldim. Mazza qilib yurishadi-da bular. Ana xolasa 3 kunda boradi, xolasa men Allohdan qo'rqaman. 2 marta o'lib, tirilib, infarkt bo'lgan odamman-da, bilasizmi? Ertaga Singapurdan jiyanim kelsa, u ham istoriya. Men o'zim chiqib gapiraman, tanish bilishlarimdan ham uyalmayman. Men chiqib gapiraman haqiqatda. Bu nima? Ro'za kunlarida shunaqa qilishyapti hozir, bilasizmi? Eshitmaydigan odamman. Men eshitmayman deb prosta общениеda совсем nolman. Faqat telefonda gaplasha olaman. Mayli innamay ish buyursa qilib chiqib ketadigan ahvoldaman hozir. Oliy ma'lumotli bo'lsam, moliyachiman o'zi. Ishla olmayman. Yurakka o'sha dabdala bo'lgan. Hozir bularchi bo'tdi xazayiniga telefon qilishgan, meni qulog'im eshitmagan. Qancha yaxshi yonimda bir qiz bor, переводчицам o'sha aytibdi. Nargiz opa, siz to'g'risida noto'g'ri ma'lumot berishgan telefonda bo'tdi xazayiniga. O'zi 2 kun ishlagan. Kamera bor, vizde kamera, atrofimiz kamera. Mana shuni ko'tarsa chiqib keladi, necha kun men bo'tdi ishlaganim. Telefon qildinglar? Nima dedilar? Nima dedi? Qulog'im eshitmaydi, bilasiz. Ha, yo'q, tashlab ketishdi hozir. 5 kunmi, necha kun ishlaganlar? Pul tashlab ketishdi. Ha. 5 kun tashlab ketishdi. Pul tashlab ketishdi, necha kun ishlagandilar deyapti. Necha pul tashlab ketdi? 500 ming. 500 ming. 500 ming? Nimaga 500 ming? Bilmayman. Men kecha aytdim-ku anaqaga. Men 5 kun ishladim, generalniy уборка qildim. Kecha aytdim Ulug'bekni o'ziga. 2 ta odam ishladi, bu yerda qizim ishladi, men ishladim. Polni hamma chang bo'lib yotgandi. 500 ming qanaqa? Kuniga 100 ming so'mdan. Men bizga ham bilmayman, shu to'lganimiz shuni berib ketishdi. Bilmas ekanlar, to'g'ri kelgani uchun berib ketishdi. Kim berdi o'sha? Ulug'bekmi? Yo'q, Alisher administrator. Administrator. Telefon qilib bering menga Ulug'bek o'ziga. Ular olmayaptilar. Men qarang, ro'zadan oldin tushdim aka, o'zingizga qancha gapirdim. Yo'q, men Jiyaniga endi mayli siz anaqa siz ularga aloqangiz yo'q, lekin jiyaniga gapirdim o'zini radnoyiga. Hop dedi. Kecha o'ziga gapirdim Ulug'bek, iftorlik qilyapsam, hozir yonimda pulim yo'q, ertaga beraman dedi.
Yo'q, menga ham aytdilar, to'shib. Men umraga pulsiz ketdim-da, просто o'sha kuni yo'lda ketyapmiz, ofisda bolalar o'tiruvdi, oyi kiraylikmi dedi, yomg'ir yog'yapti, umraga ketayotgan. Yonimda хотя бы 10 ming so'm pulim yo'q edi, bilasizmi, samolyotga chiqayotgan. Endi bunaqa 500 mingga generalniy уборка qilmaydi, mana shuncha joyi qilganman, qarang. Mana Dilobar bu yoqqa keling. Nechta xonani qilganman, nechta mana ma'badlarni полностью уборка qilganman, полностью mana. Mana ma'badda olishganda shkaffi mana. Mana shu chang bo'luvdi, mana shularni boshqatdan tozalaganman. Men hozir xo'jayinga tashiyman mana. Mana ma'badda men kleylaganman mana, ma'badda men kleyladim mana mashitda. Bitta master kelsa, nech pulga qilib beradi shu ishni. Telefon qilib ko'rsan jarakaga. Nech pul deb aytdingiz anaqa? Men xo'jayin qildilarmi telefon? Men qildim bot xo'jayinlar telefoniga. Gaplashdim. Mardikor ham ishlamayapti-yu hozir unaqa pulga. Ko't yuvilmagan o'rtoqlaringga bilad iftorlik tarqatishni bilishasan. Sen mitti-mi bilad. $100 bechora umraga ketayotgan xotinga naborot qo'liga yana $100 qo'shib, "Opa, meni duo qilib qo'ying" desang bo'lmaydimi? Bechora xotin eshitmas ekan. Bitta onasini kichkina o'g'li bor ekan, maktabda o'qiydigan, uni qamalib qolgan o'g'lini o'zi boqar ekan, o'zi halol mehnat qilib boqar ekan. $100 insofsiz sen liliput bilad. Shunga reklama berayotganlar, nima uchun berayotganinglarni o'ylab ko'ringlar. Bechora xotin necha marta tushyapman tepadan, pastga shu pulini so'rab deydi. 500 ming oling, 5 kun ishlaganingizga 100 mingdan deb shuncha katta zdaniyani uborka qildirishib olgan. Insof qolyaptimi bu blogerlarda? Namuncha insofsiz bo'lib ketyapsizlar sizlar? Siqilib o'tirmagin, yuraging siqilib $100 berish kerak ekan, voydod. Axir bu men ko'ti yuvilmagan o'rtoqlarim boqishim kerak, iftorlik qilib, hammani oldida o'zimni ko'rsatib deb siqilmay qo'yavermay o'zim tashab berdim bu opaga. Men duosini olganim yaxshi. Sendaqa aferistlar emas.